Hozir Sergelini yo'ldamiz. Bo'tgan bitta o'choq olib keldik. Mana shu xonadonga xudo xolasa o'choqni hamma joylarini, detallarini xudo xolasa okaga tushuntirib berdim. Tegida tiyaga navigatorli bo'ladi, havo tortishi uchun. Ovqatni dimlab qo'yadigan bo'lsangiz, sal bundoq yopib qo'ysangiz, olov pastroq, balandroq yonadi. Oxirigacha yopsangiz, uje olov o'chadi. Tepasidan mana bu qismidan o'tin soladigan joyi mana ko'rib turganingizdek, tegida purtlari turibdi. O'tin pastga tushib ketmasligi uchun keyin yongan kul mana orqasiga tushgandan keyin mana bu ochilib, tozalab, yana kulni to'kib yuborilgandan keyin tiqib qo'yiladi. Yon qismi ham mexanizmlari bor. Xolasanglar tikka holatiga keltirasizlar, xolasanglar ishlab qo'ygandan keyin yotqizib qo'yasizlar. Yana sizlarga mana shunaqa o'choqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Toplidomga murojaat qilishingiz mumkin. Bu akaga ham tushuntirib qo'ydim mana. Sekin chamadonni yetaklaganda o'choqni yetaklab olib kirib ketyaptilar. Aka, sog' bo'lasiz.